Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar meni Javohir F.O.Z kanali. Men sizlarga bugun hostingsiz bot yaratishni o'rgatib ketaman. Maksimal podeshkaga bo'lsa degan umiddaman. Yilda oxirigacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Biz asosan bot fazadan bot yaratib, ichidagi naslokalarni to'g'rilab ko'rsatib beraman. Albatta komment yozib ketsanglar, ikkinchi video, ikkinchi qismga ham professional bot yaratamiz. Hostingga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana bot fazi bularni tushuntiraman. Bot faza deb qidirib olamiz. Mana galishkasi bor botga kiramiz. Va bu yerdan biz new bot bosamiz, ya'ni start bosamiz. Keyin mana shunday ochiladi va new bot deb bosamiz. Tak, endi biz nom qo'yishimiz kerak. Botimiz nom. Farqi yo'q. Misol uchun siz kino yo'nalishini kino haqida bot yaratyapsizmi? Kino bot deb qo'ysangiz bo'ladi. Biz namuna bot deb qo'ysak bo'ladi. Namuna bo'lgani uchun namuna bot deb qo'ysangiz bo'ladi. Tak. Namuna bot biz keyin username qo'yamiz, ya'ni nickname ni qo'yamiz. Mana tak qo'yishdi do'stlar. Endi biz bitta botimizni ko'rsatib beramiz. Ya'ni botimiz ochildi. Endi nastroyka qilishni o'rgatamiz. Rasm qo'yamiz, bu bot nima haqdaligini yozamiz. Xullas ishlagan nastroykani to'g'rilaymiz. Tak, start bosganimizdan keyin shuni bo'lib o'tgani javob qaytarmaydi. Men sizlarga hozir javob qaytaradigan qilib ko'rsatib beraman. Start yana boshdan bosamiz bitta va my botsga kiramiz va yaratgan botlaringga topib olasizlar va edit bot deb bosamiz. Va mana shunday ochiladi. Men sizlarga mana shu to'g'rashda keyin dastlabki bot deylik. Shunday qilishdan o'rgatib ketaman. Tak, edit about. Bu bot nima haqida? Bu bot namuna bot uchun. Ya'ni nima desa bo'ladi? Bu bot namuna uchun. Tak, mana qo'yildi. Bu bot namuna uchun. Tak. Endi edit description. Bu nima degani? Siz misol uchun botga kirdinglarmi? Start bosmasdan tursanglar, o'yingiz ochiladi. Ya'ni bu bot nima haqdaligini bu ham aytib beradi. Prosta bu sal osonroq bo'ladi. Xullas hozir ko'rsatib beraman qanday bo'lishini. Bu bot namuna uchun ko'rsatib beraman. Tak. Bu botni o'chirib tashlaymiz. Noldan start bosib ko'rsataman. Hozir shu joyini ko'rsatib berishim uchun misol uchun mana elo. Bu bot namuna uchun. Tamam. Misol uchun kino yo'nalishimiz sizlarniki eng zo'r kinolar faqat bizda shunaqa nima deydi, marketing deylik. Keyin o'sha joyiga rasm qo'ysalar bo'ladi. Mana razmeri turibdi 640 ga 360 razmerga bo'lishi kerak. Buni biz qanday razmerlab olamiz desak, ChatGPT bilan qilsalar bo'ladi yoki Piskart o'zidan sizlar ham bo'ladi do'stlar. Buni ko'rsatib berishim shart emas, tak. Endi biz botga javob qaytaradigan qilishimiz kerak. Hozircha bu nastroyka to'g'rilab ketaman. Endi edit botmik. Endi biz profil uchun rasm tanlaymiz. Ya'ni o'sha botimizning profiliga mana shunday turadi. Rasmni mana. O'zi qo'ygan rasmimiz joylanadi. Edit command qanday beramiz? Misol uchun siz start boslaring kerak. Uni boshdan bitta start bosmaysizlar. 3 ta nuqta turadi. Shu nuqtani bosasizlar, avtomatik sizlarga olib ketadi. Ya'ni start bosiladi. Start botni qayta yuklash uchun. Endi botimizga kiramiz. Tak. Biroz kutamiz.
Yangilash uchun narsani qo'ydik. Tak. Yana bitta reset berib o'raylikchi. Botga ham o'chirib tashlab. Nimaga bo'lmay qoldi? Tak, hozir yanglish kelib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni botdan hali yuklamagan bo'lishi mumkin. Shu tugmasi. Mana do'stlar qo'yildi. Mana botni qayta yuklash start bosili. Botni qayta yuklagan reset beradi botga. Endi bunga javob qaytaradigan qilamiz. Qo'lbola usulda javob qaytarishdan o'rgatib ketaman. Buning uchun biz menu, builder, bot deb topib olamiz. Mana iloj birinchi chiqqan boti. O'yinga abonasi 20 mingga yaqin ekan. Mana shu menu builder bot. Start bosganimizdan keyin sizlarga mana shunday o'yin ochiladi. Tak, o'zbek tilini tanlab olamiz. Va tak, biroz o'zgaribdi botlarning sxemasi. Ancha beri bundan foydalanmagan edim. O'zgarib ketibdi nasroqlarda. Endi bu yerda biz token qo'shishimiz kerak ekan. Tak, botimizdan token olamiz. Hozir keling start bosing. Ya shu token so'rayapti. Bizga token kiritishimiz kerak ekan. Tak, token kiritishimiz kerak ekan. Tanishib chiqamiz yangi funksiyalar bilan. Bot nomi bular bizga kerak emas. Shuning uchun bot bosamiz, ya'ni botlar ro'yxati tokenimizni yuboramiz. Botimiz tokenni birinchi tokenimizdan keyin shu tokenni olamiz. Ya'ni IP token. Tokendan bitta nusxalab olamiz. Shuni mana shu menu builder botga tashlaymiz. Mana kalit qabul qilingan ulandi. Endi javob qaytaradi bizga. Bitta start bosamiz mana. Yana o'zbek tilini bosamiz. O'zgardi. Tak, tugmalar muharriri, xabarlar muharriri, hisob, admin. Bu oddiy bot, hech qanaqa xosga pul to'lamaysiz. Tak. Odini to'xtatish, tugma qo'ysalar bo'ladi, adminga kirsalar bo'ladi, misol statistika tarqatish, xabarlar tarqatsangiz bo'ladi. Endi bu bot nima uchun kerak? Misol uchun mana botni bilsanglar, chatbot. Xuddi shunaqa bot bo'ladi. Mana qanaqa xosga pul to'lamayman, biroz tartib qo'yaman. Lekin har xil foydali programmalarni tashlab boraman. Bular bizga shart emas. Hammasi chiqib ketamiz, biroz tanishib chiqyapmiz do'stlar. Kichik narsalar bilan unchalik bizga shart emas bular. Tak. Yangi funksiyalar qo'shilibdi. Ancha beri kirmagan edim bu botga. Endi tugma qo'shamiz. Tugmalar muharriri. Tugma qo'shib bosamiz. Nima deymiz tugmani? Misol uchun tugmalar muharririga namuna deb yozsak bo'ladi. Va shundan bilan ochiladi. Uchta nuqtani bosamiz. Faqat admin o'chiq degan joyi o'chiq turish kerak. Yonib turgan bo'lsa faqat sizlarga ko'rinadi, boshqa odamlarga, ya'ni foydalanuvchilarga ko'rinmaydi. Shuning uchun uni o'chiq qilib qo'ysalar bo'ladi. Ya'ni boshqa akkauntga kirib ko'rsatib beraman. Misol uchun mana xuddi shunday namuna deb turadi. Endi bunga javob qaytaradigan qilamiz. Misol uchun xabar qo'ysa bo'ladi. Misol uchun rasm bo'laylik kelaylik. Misol uchun xabarlar muharririni bosamiz va namunani bosamiz. Keyin xabar qo'shish. Qanday xabar qo'shishni 'ni 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 'ni
olamiz. Nima prosta qilib ko'rsatib beryapman do'stlar sizlarga. Tak. Bot musiqa yo'q qoldi. Xabar yuborish so'raydi, misol uchun kelaylik rasm yuboraylik do'stlar. Bot musiqa qolib qoldi. Tak, rasm yuboraylik. Mana do'stlar rasm yubordik, rasm tanlab yuborsangiz sizlarga mana shunaqa paydo bo'ladi tugmalar va so'z qo'ysalar bo'ladi. Misol uchun bu yerda biz so'z link qo'ysalar bo'ladi. Misol uchun salom. Misol uchun namunani bossalar salom degan video chiqib beradi. Ayni matn osti tugmasini qo'yamiz. Misol uchun bu yerda biz tak tugma rejimi urul yoki ulanish. Shuni bosamiz, keyin bu yerda biz tasdiqlash. Ikki xil bo'lish kerak. Misol uchun tasdiqlash, uni ichidagi joyini qo'yamiz keyin. Hozir uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Tak. Misol uchun mana shu o'zimizning kanalda havolasini yuklab olamiz, keyin botga ulashimiz uchun. Botimizga kirib olamiz. Tasdiqlash. Pastdan kanalimizning linki qo'shildi mana. Endi boshqa akkauntdan ko'rsatib beraman. Mana shunday bo'ladi. Tak, start bosamiz, namunani bosganimizdan keyin o'tishini o'tiladi. Tasdiqlash bosamiz, avtomatik kanalimizga olib o'tib ketadi. Botimiz qoldi. Endi chat botimiz, masalan aytgan chat bot videoni boshlatib o'tib ketdi. Mana shu botimiz foydali narsalarimiz, videolarimiz yoki programmalarimiz bor, bemalol xarid qilsalar bo'ladi kerak yoki foydalansalar bo'ladi. Raqam olish. Agar sizlarga ilova, misol uchun YouTube tasdiqlash uchun, Instagram uchun nimalar kerak bo'lsa, bemalol shu botga kirib, admin murojaat qilsalar qilib beradi. Va bu yerda CapCut Pro versiyasi ham bor va uni qo'llanish videosi ham. Tak, videomiz shulardan iborat edi. Men sizlarga endi kanalimizni tanishtirib ketaman. Javoh Vlogus kanali yaqinda 300 ta bo'ldik. Tabrik qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda har xil konkurslar o'tib boriladi. Mana linki. Har xil konkurslar qilamiz, nomer tarqatish uchun o'xshash konkurslar. Bemalol kelib obuna qo'ysalar bo'ladi. Va bizning nakrutka botimiz Elite Nakbot. Xohlagan ilovangizga mashhur deylik, hammasini emas, mashhur YouTube deysizmi, Instagram, TikTok, Telegram bemalol nakrutka ko'rsalar bo'ladi. Instagram uchun obunachilar prosmotr deysizmi, video ko'rishlar soni 40 so'mdan kelib bemalol xarid qilsalar bo'ladi do'stlar. Maksimal podpishka bo'lasizlar degan umidaman. Video hozircha shu. Video kommentiga yozib ketinglar. Xosga ulaylikmi, ular video qilaylikmi? Yozib ketsalar albatta chiqaramiz. Bu botimizga texnik xizmatlarimiz ham bor. Video hozircha shu. Men charchamayman do'stlar. Komment yozib ketinglar.